Assalomu alaykum azizlarim. Tanimaganlar uchun meni ismim Husniddin Yo'ldashev. Oxirgi 7 yilda ko'chmas mulk bilan bog'liq ishlar bilan shug'ullanib kelaman. Maklerlik qilaman 3 ta shtatda, demak New York, New Jersey, Pensilvaniya shtatlarida makler va 10 ta 15 ta shtatda mortgage broker, ya'ni ipoteka qarz chiqarishga qarashaman. Har kuni menga juda ko'p vatandoshlarimiz telefon qiladi ko'chmas mulk savollari bo'yicha. Shuning uchun sezdimki, informatsiya yetishmayapti. Shuning uchun qisqa videolar qilib turamiz, demak ma'lumot sifatida. Bugungi gapirishimdan maqsad uyga pre-approval, ya'ni ipoteka qarzi olishda qanaqa yo'llari bor, nima qilish kerak, ko'pchilikda shunaqa tushuncha kamroq. Demak, uy sotib olayotganingizda siz bankdan pre-approval letter, ya'ni bankdan pul beraman degan xat olishingiz kerak. Buning uchun bank sizni kredit skorlaringizni tekshiradi va qancha daromad topishingizni bilish uchun naloglaringizni ko'radi, W2 ga ishlasangiz pay stublaringizni ko'radi. Daromadga qarab qancha pul berishini aytadi. Aytaylikki, siz 600 ming dollarlik uy olmoqchisiz, lekin sizni daromadingiz faqat 350 ming dollarga yetadi. Chiste dohodingizni hisoblab chiqdi. Shu holatda siz kafillikka odam qo'shishingiz mumkin. Inglizchasiga bu cosigner deyiladi. Kafil odam o'zini dohodi bilan sizga qo'shiladi, sizni faylingizga. O'sha odamning dohodi bilan bank siz xohlayotgan o'sha 600 ming dollar ipoteka qarzini beradi. Agar kimdir aytsa 20% down payment bilan 600 ming dollarga pre-approval'im bor degani, 120 ming dollarni men to'layman, 480 mingni bank to'laydi degan. Demak 600 ming pre-approval, 20% sizdan, 80% bankdan bo'lyapti. Aytaylik, siz dohodingiz ham kam sizda, kafillikka ham odam topolmadingiz. Chunki bu kunlarda bilasizlar, odamga ishonish qiyin, shu поручитель deydi, shunaqa odam chiqmadi sizga. Bunday holatda nima qilish kerak? Boshqacha programmalar bor. Bular ruschasiga без проверки доходов, ya'ni toza daromadni tekshirmasdan beriladigan programmalar bor. Bank statement loan deyiladi, profit and loss loan. Bu programmalar bank uchun tavakkalchiligi ko'proq, ya'ni risk kattaroq. Chunki siz chiste dohod ko'rsatmayapsiz, faqat sizda оборотingizga, pul aylanmayingizga ishonib bank pul beradi. Bunday holatda bank aytadi, sizga yaxshiroq protsent berishim uchun 20% qo'ying deydi. Ya'ni siz первоначальный boshdan to'lovingizni 20% qo'yasiz, 80%ni bank qo'yyapti. Ikkinchi sharti, bu tavakkalchilik riski ko'p bo'lganligi uchun bankka 1% ko'proq olyapti. Demak, siz проверка доходim nalog to'lab hozirgi marketda 6.25 ga olsangiz, без проверки доходов 7 bilan 7.25% orasi bo'lyapti. Demak, siz o'ylashingiz kerak, sizga qaysi yo'l eng to'g'ri? Nalog to'lab olishmi, to'lamasdan olishmi? Uning uchun bizga telefon qilishingiz kerak. Bizda komanda bor. Dushanbadan shanbagacha har doim ishlaymiz. Polniy mortgage'ga qarashamiz. Demak, ipoteka qarzi olish, shu pre-approval'ni tayyorlash, uy sotib olishda 50%. Ko'pchilik tushunmaydi. 50% ish bitadi shu bilan. Keyin uylarni ko'rib, tanlab olish, bizda komanda bor, hammasiga postepенно qarashamiz. Ikkinchi narsa endi bu protsentlar qayerga ketyapti? Protsentlar bilasizlar, bozorda o'ynaydi. Ya'ni dushanbadan jumagacha protsentlar har doim o'ynab turibdi. Oxirgi hafta mana bu Eron bilan bo'layotgan konflikt keskinlashib ketdi. Har doim konflikt keskinlashsa, urush avjiga chiqsa, protsentlar tepaga ko'tarilyapti. Ya'ni stavka foizlar tepaga ko'tarilyapti. Agar sulh tuziladi, tinchlik bo'lyapti desa, pastga tushyapti. O'tgan hafta sal ko'tarildi, 6.25, 6.375 largacha chiqib qoldi. Agar siz hozir o'sha uyni kontraktga qo'yib, bironta uyni sotib olayotgan bo'lsangiz, ishlab turgan bankingizga aytishingiz kerak, jo'ra iloji bo'lsa, rate lock qilgin, ya'ni protsentni o'sha qulflab qo'ygin deb aytish kerak. Agar siz 15 kun, 30 kunda closing qilmoqchi bo'lsangiz, balki protsentlar yana ham tepaga ko'tarilib ketishi mumkin. Bu ahvol og'irlashishga olib keladi. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Lender, ya'ni sizga pul chiqarib berayotgan mortgage broker bozorni boshqarmaydi, protsentlarni boshqarmaydi. Mana Trackstopga borib, bitta Trackstopdan davay dizelni arzon qilib ber deb ayta olmaymiz-ku, chunki neft bozori shu dizelning narxini belgilab beryapti. U Trackstop Pilotmi, TMmi, uniga aloqasi yo'q. U bozordan olganligi uchun o'sha bozor narxida sotadi. Protsentdan xuddi shunaqa narsa uy olayotganingizda, shu dunyo bozoridagi bond market, sal murakkabroq temalar, o'sha yerda bo'layotgan narsalar bu yoqqa ta'sir qiladi. Endi so'zim oxirida aytib o'tmoqchiman, mana oxirgi bir haftada marketda, ya'ni Pensilvaniya shtatida va New Yorkda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qaysi uylar narxi tushdi, bitta-ikkita shu narx tushgan uylarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Xo'sh, birinchisi, hozir ekranda ham ko'rsatib ketamiz. 565 Holmwell Road, Langhornda, Pensilvaniya shtati Bucks Countyda bitta uy bor. Juda ham busy ko'chaga tutashgan uy, shavqinroq, lekin agroti juda ham katta. Qurilgan yili ham yaxshi, 96-yil qurilgan uy. Bizda videolari ham bor. 1,5 akr loti bor.
va 2000 square footlik warehouse, ya'ni omborxonasi bor. Agar siz qanaqadir biznes qilib, sizga warehouse kerak bo'lsa, uyingizni orqasida sal shovqinroq uy, lekin yangi uy narxi yaqinda yana 25 ming dollarga tushdi. 9-iyulda 3000 square foot uyimiz, 6 ta bedroom, xona va 4 ta vannadan iborat. Men o'ylaymanki, o'sha narx tushib yaxshi nimaga keldi. Kim biznes qilsa, ombor kerak bo'lsa, shu uyni ko'ringizlar. Ikkinchisi bu Chalfontda, bu ham Bucks County, 936 Longwood Court. Bu uyimiz 4200 square foot, 4 ta xona, 3,5 ta vanna. Yili buniki ham yangi, 1999-yil qurilgan uyimiz. 29 kundan beri bozorda ekan, mana o'sha 50 ming dollar bugun narx tashadi. Ya'ni 850 mingdan 800 mingga tushdi. Demak, bu uyda ham og'riq bor. Uyda egalari sotishga harakat qilyapti. Bizga aloqaga chiqsanglar, balki yana tushirib olishimiz mumkin. Bu kattaroq uy, lekin 4200 square foot juda hazil narsa emas. Keyin rentga bermoqchi bo'lganlar uchun mana bu yerda 19116 zip kod, Philadelphia County'da 11107 Ridgeway bor. 69-yil qurilgan uy, bo'li yangiroq, mahalla to'lovlari yo'q uyimiz. 1554 square foot. Bu nima degani? Yuqoridagi har bitta etaji 750-780 square footdan bo'lyapti. 3 ta xona, 2,5 ta vanna, 410 mingga bozorga chiqqan, 17 kun oldin o'sha 5 ming narxini tashadi. Bu nima degani yana? Ular yana tushirishi mumkin. Bizga telefon qilsanglar, borib ko'rsatamiz. Bizda komanda bor, любой vaqt uyda, любой joyda ko'rsatamiz. Ko'rib, yoqsa, manzur bo'lsa, yana narxini tushirishga harakat qilamiz. Endi New York marketga o'tamiz. New Yorkda nima bo'lyapti? Xo'sh, Brooklynda bitta uy 95 ming dollarga tushib ketdi. Bu juda ham zo'r. Sheepshead Bay'da multifamily uyimiz 24-64 East 28 Street, 40-yil qurilgan uy, 1900 square foot, 4 ta xona, 2 ta dushdan iborat. 1,100,000 ming bo'ldi. Yana ozgina tushirish mumkin. Kim Sheepshead Bay, Emmons Avenue, Bell Parkway tomonda uy qarasa, shu uyni olib, yuqorida 2 xonasida o'zingiz turib, pastidagi 1 bedroomli kvartirasini rentga bersangiz bo'ladi. Xadovoy joylar yaxshi rentga ketadi Brooklynda. Keyin Brooklynda yana Staten Islandga o'tamiz. Mana Staten Islandda 30 Melba Street degan uyimiz bor ekan. Bu nima, Verazani ko'prikdan tushganlaringizdan keyin 278 ga juda ham yaqin uy. Anchadan beri marketda turibdi, 123 kun. Yana 10 ming dollar narxini tashadi, 1,140 mingga tushib qoldi. Отдельно стоящий alohida uyimiz 2400 square foot, 1966-yil qurilgan. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, yana Staten Islandda kattaroq uy qarab yurganlarga 10308 da 4 bedroom, 2,5 ta vannalik duplex, ya'ni 2 ta xonadonlik uyimiz marketda 2520 square foot, 2002-yil qurilgan. Narxini yana 10 ming tashadi. 45 kundan beri marketda. Menimcha 1,200,000 larga ham harakat qilishingiz mumkin. 70 ming dollar arzonga olishga harakat qilsak bo'ladi. Keyin endi nimaga o'tamiz? Long Islandga, Nassau County aniqrog'i, ya'ni Long Islandda 2 ta county bor. Nassau County, Suffolk County. Biz Nassau Countyga, JFK'ning orqalaridagi mahallalarga Lynbrook degan joy bor. Lynbrookda mana uyimiz 22 Wood Street. 5 xona, 2,5 ta vanna ekan. 2560 square foot, 76-yil qurilgan. Suyaklari yaxshi baquvvat uyimiz. Alohida high range uy 26 ming dollarga 9-iyulda narxini tushirdilar. Hozir 939 ming. Yana narxini tushirishga harakat qilsak bo'ladi. O'z ko'rinishdan yaxshi garajli, akkuratli uylik ko'rinib turibdi, off-street parkinglar bilan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilingizlar. Bu uylarni biz xohlagan vaqtingizda aytsangiz, ertasi kuniyoq ko'rsatib, iloji boricha narxini tushirib olishga harakat qilamiz. Ko'chmas mulk bo'yicha endi katta сделкалар bo'lyapti. Bu yerda summalar katta, qarzlar 15-30 yilga berilyapti. Shuning uchun aql bilan, shoshilmasdan, opiti bor, shu yopgan odamlar bilan ishlashga harakat qilaman. Ishlarga omad.